Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, haydovchilarimiz uchun muhim xabar. Xabaringiz bor, viloyatimizning Urganch shahar va barcha shahar tumanlarida siz ko'rayotgan ushbu chorrahalarimizga yo'l harakati qoidabuzarliklarini foto va video qayd etish qurilmalari o'rnatilgan edi. Endilikda ushbu yo'l harakati qoidabuzarliklarini foto va video qayd etish qurilmalarimiz rasman joriy yilning 13-dekabr kunidan boshlab o'z ish faoliyatini boshlaydi va qoidabuzarliklarni doimiy ravishda qayd etib boradi. Ushbu yo'l harakati qoidabuzarliklarini foto va video qayd etish qurilmalarimiz svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanish, to'xtash chizig'ini bosib to'xtash, harakat mobaynida uyali qo'l telefondan foydalanib avtomashina boshqarish, shuningdek xavfsizlik kamaridan foydalanmaganlik holatlarini aniqlaydi va belgilangan tartibda aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan qoidabuzar haydovchilarimizning yashash xonadonlariga jarima solish to'g'risidagi qarorlar yuboriladi. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, ushbu muhim xabarni barcha haydovchilarga yuborib, ogohlantirib qo'yish esingizdan chiqmasin.